Turkistonni bir necha bo'laklarga bo'lib tashlagan Kalinin Moskvaga qaytiboq temir yo'l vokzalida miting uyushtiradi. Yer osti va yer usti boyliklarga to'la Turkiston zaminini qo'lga kiritganini faxr iftixor bilan gapiradi. O'zbekistonning o'sha davrdagi rahbarlarining mustamlakachilarga qarshi kurashi pasaygandan foydalangan kommunistlar 1930-yildan boshlab O'zbekistonning inon ixtiyori jilovini to'la xavfsizlik organlari ixtiyoriga topshiradi. Oliy Sovet, Markaziy qo'mita komissarlar Soveti va boshqa barcha idoralar qovoq tumshug'i osilgan chekistlarning qo'g'irchoq tashkilotiga aylanadi. Azaldan ahil inoq yashab kelayotgan Turkiston xalqlarining o'rtasiga nizo solish uchun Stalin millatlar o'rtasidagi nizolarga xotima berish niqobi ostida chegaralanishni amalga oshirish taklifini ilgari surdi. Natijada Markaziy Osiyo hududi bo'lib tashlandi. Bu xildagi noinsoniy harakatlar Turkistonning qadimiy xalqlarini ijtimoiy siyosiy hayotiga, madaniyatiga, an'analariga katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Go'zal Turkiston bo'laklarga bo'lib tashlandi. Qullikka mubtalo qilindi. Haligacha Markaziy Osiyo xalqlari uning jabrini tortib yashamoqda.